Rahmatullohi va barakatuh. Yana misvokka taalluqli suhbatlarimizdan bir qismi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayotlarining oxirgi kunlari. Oysha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirgi kunlarida namozga chiqardilar, mehroblariga borganlarida kasallari tutib, hushlaridan ketib, yana meni oldimga olib kirishib qo'yardi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak peshonalariga bir lattani muzdek suviga chilab, uni siqib Rasulullohning peshonalariga bosardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning issiqlari tushganida yana payg'ambar alayhisalom mehroblariga chiqardi. Yana issiqlari ko'tarib yana qaytib kirardi. Xuddi shunday bo'lib, oxirgi soatlarida meni quchog'imda Robbisiga yetishdi. Rafiqul a'lo, Allohga yetishdi. Ya'ni vafot qildilar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quchog'imda yotibdi. Oysha onamiz aytayapti. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Bu endi holatni o'zi aytishlik juda bir qiyin vaziyat, juda bir qiyin holat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sonlarimga boshlarini qo'yib yotibdilar. Istimalari ko'tarilyapti, halilatani bosaman tushyapti. Shunda ukam yo Abdurrahmon ibn Abu Bakr yoki Abdulloh ibn Abu Bakr kirdi dedi. Ya'ni Oysha onamiz ukalari. Oysha onamiz kimning qizi edi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi edi. Yo Abdulloh ukam dedi, yo Abdurrahmon ukam dedi. Rasulullohning ziyoratlariga kirdi. Abdurrahmonning qo'llarida misvok bor edi. Va u misvokdan foydalanib turuvdi. Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'zlarini ochdi, qarasalar ro'paralarida ukam turibdi, Abdulloh ya Abdurrahmon, qo'llarida misvok turgan edi. Misvokni foydalanayotganini ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora bilan ber dedi. Men tushundimki Rasululloh misvokni so'rayapti. Darrov Abdurrahmon yoki Abdulloh misvokni o'rtasidan shunday teng bo'lib sindirdida Rasululloh alayhisalomga berayotganlarida men Abdullohning qo'llaridan misvokni oldim va haligi mana tomonini tishim bilan tishlab, uni mana pahol tomonini, ya'ni shotka qilib, shotkaga o'xshatib, tekizlab so'lagim bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berdim. Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam hattoki o'sha holatda ham ukamning qo'lidagi misvokni ko'rib, uni foydalanishlikni o'zlariga xush ko'rdilarda va muborak og'izlariga solib, undan foydalandilar. Va mana shu oxirgi soatlar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam omonatlarni shu holatda topshirdi. Bu hadisdan olinadigan foyda nima desa, qarang, Rasululloh omonatlarni topshirishlik bu biz uchun katta bir qayg'u. Ummatning eng katta qayg'usi. Rasululloh alayhisalom tug'ilishligim, qiyomatni yaqinlashganligi, o'limim uni tezlashganligining bir ko'rinishidir degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hattoki o'sha holatlarda og'ir soatda turganda ham misvokni ko'rib, uni foydalanishlikni xush ko'rdi. Chunki u Robbni rozi qiladi, farishtalar xursand qiladi deganda o'zlari aytganda. Ana undan keyin Oysha onamiz bir maqtanadigan joylari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi soatlarida u zot sallallohu alayhi vasallamning muborak og'izlariga meni so'lagim tushgan edi, men shundan xursand edim dedi. Ya'ni kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu darajada misvokni yaxshi ko'rgan, uni foydalarini bizga tavsiya qilgan foydalanishlikni va Oysha onamiz xursand joyi u zotni yaxshi ko'rganliklari, o'sha zamondagi sahobalarda payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatlari shu darajada ekanligini shu yerdan bilishimiz kerakki, Oysha onamiz Rasulullohni og'izlariga o'zlarini so'laklarini tushirishni oladi. Va oxirgi Rasulullohni qorinlariga tushgan narsa meni so'lagim bo'ldi. U meni muhabbatim edi dedi. Alloh subhanahu va taolo Oysha onamizdan rozi bo'lgan bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biror bir sunnatini tiriltirib qo'yadigan bo'lsak, Rasulullohning sunnatlarini birortasiga amal qiladigan bo'lsak, har bir sunnatda dunyoyimizga ham, oxiratimizga ham demak foyda bor ekan. Rasulullohning sunnatiga ihyo qilgan kishi dunyoda ham salomat, va oxirat kunida ham xursand bo'lgan holatda Rasulullohning xos ummatlaridan bo'lishligi ajab emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.